Bugun o'zini himoya qilish usullarini o'rgataman. Jinoyatchi qurol bilan hujum qilganida qo'llaringizni chalishtirib, uni qo'lini qamalga olasiz. Sakraysiz va bak. Hayya! Ko'ryapsizmi? Ha! Uni qo'li kaftim orasida. Ha! Keyin biroz aylantirib, uni qo'lini qayrasiz. Shunda jinoyatchi pichog'ini tashlab yuboradi. Ko'ryapsizmi? Hozir. Zo'ravonni bo'yniga zarba berasiz. Hayya! Jinursun. Voy xudoyim, buni sen qildingmi? Yopiray. Men qildim. Qo'yilmaqom. Xo'sh, endi nima qilamiz? Bu ish berarkan.